Xo'p, aka, sizda ikkita tsepochka, bitta braslet botdi. Mana ikkalasi 585 ekan, mana 583 rubl ekan. Lekin narxi bir xil bo'ladi, narxi o'zgarmaydi. Qimmatroq qilib butunga hisoblab beraman. Ashkasini hisoblang, menga 70 million berasiz ikkalasiga. Ha, mana buni narxlatdingiz-da, to'g'rimi? Ikkita tsepochkani. 70 million berasiz. Qimmat olsiz, men ham sotaman. Og'ir-ku, bu necha gramm ekan? Qatdan olgansiz, bitta tsepochkasi 60 gramm chiqyapti. Ikkinchisi 30 gramm ekan. Mashalloh, 90 gramm. 90 44. Necha pul berishdi dedingiz? 70 million. 70 million. Demak, tekinga hisoblashdi. 81 million 400 chiqyapti, aka. Qanaqasi? 81 million 400 chiqyapti. Boshqa tsepochka emasmi, ish qilib? Yo'q, xosga olmaysiz aka. Yo'q. Sizni qimmat olasiz. 11 million 400 qimmat bera olmayman shunda hozir. Shunaqa bo'pti, aka, ish qilib berasizmi pulni? Конечно, beraman aka. Nima ham hisoblang, qimmat hisoblaydigan bo'lsangiz. 81 million 400 bo'ldi. Bunizni ko'rdim, toshlari bor ekan. Toshi minus qilinadi. 5-10 ta bo'lganda ham indamasdim, bir 650 ta toshi bor ekan aka buning. Hamma minus qilarsiz endi aka. Qo'ldan kelgancha, hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta anaqasi tosh bor ekan. Ish qilib 30 tadan bo'lganda ham 300 ta tosh bo'ladi. Hop 4895 minus qilamiz aka. Minimalni 3 gramm qilib tashlayman mayli. 4595 ga hisoblayman. Hop buningizga 80 mingdan qilib beraman. Yo'q, toshlari bor deb, aka. 40 million 436 ming chiqyapti. 40 million 500 qilib beraman. 40 million 500 81 million 400 bo'lsa, общий summa 121 million 900 bo'lyapti. Men sizga tekis qilib 121 qilib bersam bo'lmaydimi? Yo'q, 122 qilyapsiz. 122 bo'ldi, aka. Rozimisiz 122 ga? Roziman aka. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi, pul naqd bo'lsa bo'ldi. Puli naqd, aka. Barakami, beravering pulni. Bo'ldi, aka. Telefonimni bersangiz, pulini beraman. Hop. Mana bitta sana obrasi bemalol. Ko'p 20 40